Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan matematika 0 dan kursimizning ikkinchi darsi. Bugun sizlar bilan ekub va ekoklar bilan tanishamiz va qo'shimchasiga bo'linish belgilari mavzusini o'tib ketamiz. Qani unda boshladik. Nimalarni o'tamiz bugun sizlar bilan? Qisqacha qilib aytganda ekub va ekok mavzusini to'liq o'tamiz. NBS va NBA, ya'ni natural bo'luvchilar soni va natural bo'luvchilar yig'indisi. Qanaqadir sonni, natural bo'luvchilar soni va natural bo'luvchilar yig'indisini topishni o'rganamiz. Va albatta bo'linish belgilarini ham yaxshigina mukammal o'rganib ketamiz. Unda boshladik. Bo'linish belgilari. Bu mavzuni 0 dan tushuntiraman. Qisqacha, eng tushunarli tilda, hammaga tushunarli tilda qisqacha tushuntirib ketaman. Bu mavzu bizga o'zi nimaga kerak? Masalan, berilgan qanaqadir son. Mana 1000 degan son berilgan. Mana shu 1000 sonini biz 10 ga bo'linishini bilamizmi? Ya'ni bo'linish deganda nimani tushunar edik? O'tgan mavzuda ham o'tdik. Bo'linish deganda javobda qoldiqsiz son chiqishini tushunamiz. Ya'ni 1000 10 ga bo'linadi deganimiz bu 1000 10 ga qoldiqsiz bo'linadi degani. Demak, 10 ga bo'linishini biz oldindan qanaqa bilsak bo'ladi? Hozir endi juda ham очевидно, juda ham oddiy, tushunish oson. Bilsangiz bo'ladi 1000 10 ga bo'linishini oldindan. Lekin deylik qanaqadir son kelib qolgan, 1000 10 ga bo'lingan holati. Mana shu 1000 10 ga bo'linadimi, yo'qmi oldindan bo'lmasdan ko'rib bilsa bo'ladi va bunga bo'linish belgilari qoidasi yordam beradi. Boshidan boshlayman. 2. 2 soniga qaysi sonlar bo'linadi? Oxiri 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugaydigan sonlar, ya'ni juft sonlar 2 ga bo'linadi. Juft sonlar 2 ga bo'linadi. 880 masalan, 900 0 bilan tugaydi, masalan 0 bilan tugaydi. 7778 oxiri 8 bilan tugaydi. Demak, bu juft son. Juft sonmi? Demak, 2 ga bo'linadi. Bundan kelib chiqadiki, 7778 ni siz 2 ga bo'lmasdan turib ham 2 ga bo'linishini, ya'ni 2 ga bo'lganingizda javob butun son chiqishini bila olasiz oldindan, bo'lmasdan turib. Mana shunga bizga bo'linish belgilari, qoidalari yordam beradi. Xo'p, keyingisi 3. Qanaqa sonlar 3 ga bo'linadi? Endi bizga masalan berilgan bo'lsa qanaqadir son 729 deylik. 729 3 ga bo'linadi yoki bo'linmaydi, buni oldindan qayerdan bilsa bo'ladi? Oddiygina 3 ning qoidasi bor. Berilgan sonni raqamlar yig'indisini topamiz. 7 plus 2 plus 9. Javobda necha chiqadi? 7 plus 2 bu 9. 9 ga 9 ni qo'shsak 18. 18 3 ga bo'linadimi? Ha, 3 ga bo'linadi. Javobda 6 chiqadi. Bundan kelib chiqadiki, 729 ham 3 ga bo'linadi. Yana bir misol ko'raylik. 1854. Mana shu son 3 ga bo'linadimi yoki yo'qmi degan savol berilgan. 3 ga bo'linish yoki bo'linmasligini biz bo'lmasdan turib ham bilsak bo'lar ekan, bo'linish belgisi qoidasi bo'yicha. Bu uchun biz nima qilamiz? Mana bu berilgan sonni raqamlar yig'indisini topamiz. Qanaqa qilib? Shunchaki qo'shib chiqamiz. 1 plus 8 plus 5 plus 4. Necha chiqadi? 1 plus 8 bu 9, 5 plus 4 bu ham 9. 9 plus 9 18. Yana 18 chiqdi. 18 3 ga bo'linadimi? Ha, demak 1854 ham 3 ga bo'linadi. Ikkinikini tushundik. Juft sonlar, barcha juft sonlar 2 ga bo'linadi. Buni shunchaki eslab qolish oson. 3 nikini esa raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsagina berilgan son ham 3 ga bo'linadi. Mana shunaqa qoida. Keyingisi 4. 4 ga qanaqa sonlar bo'linadi? Berilgan sonni oxirgi ikkita raqami hosil qilgan son 4 ga bo'linsa, mana 16 4 ga bo'linadi. Ha, demak berilgan son ham 4 ga bo'linadi. Masalan, 4024. Oxiridagi ikkita raqamga qaraymiz. Mana shu ikkita raqam hosil qilgan son 24. 24 4 ga bo'linadi. Ha, bo'linadi. Demak 4024 ham 4 ga bo'linadi. Bo'ldi, oddiy. Oxirgi ikkita raqamga qaraymiz. 4 ta oxirgi ikkita raqamga qariladi. Yana misol 732. Oxirgi ikkita raqamga qaraymiz, ya'ni 32 ga. 32 4 ga bo'linadimi? Ha, bo'linadi. Javobda 8 chiqadi. Ya'ni butun son chiqdimi? Demak bu bo'linadi degani.
Demak, 32 4 ga bo'linsa, 732 ham 4 ga bo'linadi. 5 niki. Qanaqa sonlar 5 ga bo'linadi? Oxirida, sonni oxirida raqami 0 bo'lgan yoki sonni oxirida raqami 5 bo'lgan sonlar 5 ga bo'linadi. Masalan, 770 yoki 885 yoki 995. 995 masalan. Bular hammasi oxirida yoki 0 bor yoki 5 bor. Demak, bularning barchasi 5 ga bo'linadi. Oddiygina qoida. Keyingisi qanaqa sonlar 6 ga bo'linadi? Endi 6 ga bo'linadigan sonlar 2 ga ham, 3 ga ham bir vaqtni o'zida bo'linishi kerak. Ya'ni 2 ga ham, 3 ga ham bo'lingan sonlar 6 ga bo'linadi. Masalan, 720. 720. 720 juft son. Demak, 2 ga bo'linadi. 723 ga bo'linadimi? Keling hisoblab ko'ramiz. Raqamlar yig'indisi nechi? 9. 9 demak 3 ga bo'linadi. 9 3 ga bo'linsa, 720 ham 3 ga nima bo'lar ekan? Bo'linar ekan. 720 2 ga bo'lindimi? 720 3 ga bo'lindimi? Endi aniq bilamizki, 720 6 ga ham bo'linadi. Qisqacha qaytarib olamiz. 2 3 4 5 6 ni hozir o'tdik qoidalarni. 2 ga qanaqa sonlar bo'linadi? 2 ga faqat juft sonlar bo'linadi. Barcha juft sonlar deylik. Barcha juft sonlar 2 ga bo'linadi. 3 ga bo'linish uchun nima bo'lishi kerak? 3 ga bo'linish uchun berilgan sonni raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. 729 masalan. Raqamlar yig'indisini topasiz. 18 mi? 18 3 ga bo'linadimi? Demak 729 ham 3 ga bo'linadi. Keyingisi 4. 4 ga bo'linishi uchun sonni oxiridagi ikkita raqam 4 ga bo'linadigan sonni hosil qilish kerak. Qanaqa bo'ladi u? Deylik 820. 20 4 ga bo'linadi. To'g'rimi? Demak 820 ham 4 ga bo'linadi. Bilib olish uncha qiyin emas. O'zi umuman bo'linish belgilarining qoidalari unaqa qiyin emas. 5 niki. Sonni oxiridagi raqami 0 yoki 5 bo'lsa, mana shu sonlar 5 ga bo'linadi. 10, 25, 125, 625, 700, 800, oxiri 0 yoki 5 mi? Demak bu 5 ga bo'linadi. Bu 5 ni bo'linish belgisi. Keyingisi 6. 6 ga qanaqa sonlar bo'linadi? 2 ga va 3 ga bir vaqtni o'zida bo'lingan sonlar 6 ga ham bo'linadi. Shunchaki eslab qolamiz, har bitta qoidani albatta daftar olib, mana shu har bitta qoidani yozib chiqing. O'zingizga tushunarli qilib yozib chiqing. Ya'ni men hozir to'liq yozib o'tirmadim. Ya'ni diktant emas bu, essay yozmaymiz biz matematikada. Berilgan narsani shunchaki tushunib olish kerak, aytilgan narsani o'zingizga qulay qilib yozib olish kerak. Bu daftarda. Mana shu har bitta qoidani o'zingiz uchun yozib qo'ying. Hozir men bu doskani o'chiraman va 7 8 9 10 keyingi sonlar uchun bo'linish belgilarini o'rgatib o'tib ketaman. 6 dan keyin 7 niki keladi. 7 ni bo'linish belgisi o'zi juda kamdan kam ishlatiladi. Yodlab olish shart emas. 2 3 4 5 6 ni yodlab oling, kerak bo'ladi. 9 ni 8 ni hozir aytib o'tib ketaman, shunchaki sal soddaroq bo'lgani uchun va 10 nikini yodlab olishingiz shart. 7 nikini yodlab olish aslida shart emas. Xo'sh, demak 7 ni bo'linish belgisi. Qanaqadir son berilgan deylik. Masalan, 821. 821 7 ga bo'linadimi yoki yo'qmi? Hozir buni bilib olamiz. Qanaqa qilib bilsa bo'ladi? Shunchaki berilgan sonning oxirgi raqamini olamiz, alohida yozib olamiz. 82 va 1. Mana shu oxirgi raqamiga 2 ni ko'paytiramiz va 82 dan nima qilamiz? Ayiramiz. Shunda 82 minus 2 ko'paytirilgan 1 bu 2, 82 minus 2 bu 80. Mana bu hosil bo'lgan son endi 7 ga bo'linadimi, yo'qmi? Shuni topib qo'yishimiz kerak xolos. 80 bilamiz 7 ga bo'linmaydi. Demak, 821 ham 7 ga bo'linmaydi. Keling yana bir son bilan sinab ko'ramiz. 756. Nima qilamiz? Oxirgi raqamini olamiz. 75 minus oxirgi raqamiga 2 ni ko'paytirib ayiramiz. 75 minus 12 nima hosil bo'ladi? Mana 75 minus 12 javobda 63. Endi hosil bo'lgan son 7 ga bo'linadimi? 7 ga bo'linadi. 63 7 ga bo'linadi, javobda 9 chiqadi. Demak, 756 soni ham 7 ga bo'linar ekan. Tushundingizmi qoidani?
Oxirgi raqamni olamiz. Nechi xonali son bo'lishidan qat'iy nazar oxirgi raqamini olamiz, 2 ga ko'paytiramiz va qolgan sondan shunchaki ayirib qo'yamiz. Chiqqan javob 7 ga bo'linsa, demak berilgan son ham 7 ga bo'linadi. Qoidasi oddiy. Keyingisi 8. 8 ga oxiri 3 ta 0 bilan tugaydigan sonlar yoki oxirgi 3 ta raqamni hosil qilgan son 8 ga bo'linsagina bo'linadi. Oxirgi raqamlari 3 ta 0 bilan deganim bu masalan 1000 bo'lishi mumkin, 2000, 3000, 10000 va hokazo. Mana shu sonlarning hammasi 8 ga nima bo'ladi? Bo'linadi. Va oxirgi 3 ta raqami hosil qilgan son ham agar 8 ga bo'linsa, deylik oxiri 800. Bizga berilgan son 10800. Oxirgi 3 ta raqami 8 ga bo'linadimi? Mana 800 bilamiz, 8 ga bo'linadi. Ha, demak 10800 ham 8 ga bo'linadi. Demak 8 da ikkita variant bor. Yoki oxirgi raqamlari 3 ta 0 bilan tugashi kerak, yoki oxirgi 3 ta raqami hosil qilgan son 8 ga bo'linishi kerak. Shu joyda aytib o'tib ketaman, agar oxirida 2 ta 0 bo'lsa, agar sonni oxirida 2 ta 0 bo'lsa, bu 4 ga bo'linadi. Boya 4 ni qoidasida aytib o'tib ketish mani esimdan chiqib qoldi. 4 ni qoidasi bu ham 4 ni qoidasida nima qilardik? Oxirgi 2 ta raqamga qarar edik. Masalan, 16 oxiri yoki 24 yoki 32 yoki 40 bo'lsa, bu sonlar 4 ga bo'linar edi. Endi agar oxirida 2 ta 0 bo'lsa-chi, bu ham 4 ga bo'linadi. Masalan, 100 4 ga bo'linadimi? Bo'linadi. 25 chiqadi. 200 4 ga bo'linadimi? Bo'linadi. 50. Endi 9. 9 ni bo'linish belgisi. Bu qoida 3 niki bilan bir xil. Berilgan son deylik, mana 1863. Hisoblaymiz. Hamma raqamlar yig'indisini topamiz. 1 plus 8 plus 6 plus 3 necha chiqadi? Xo'p, 9, 9, 18. Raqamlar yig'indisi 18. Endi 18 9 ga bo'linadimi? Ha, bo'linadi. Demak, 1863 ham 9 ga bo'linadi. 3 ni qoidasi bilan 9 ni qoidasi bir xil. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, demak bu berilgan son ham 3 ga bo'linadi. Berilgan sonning raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa esa, bu son 9 ga ham bo'linadi. Bo'ldi. 10. 10 ga qanaqa sonlar bo'linadi? Oxirida hech bo'lmaganda kamida bitta 0 qatnashsa sonni, oxirgi raqami 0 bo'lsa, bu son 10 ga bo'linadi. Shuni o'zi yetarli. Million, milliard bo'lishi shart emas. Bittagina 0 bo'lsin oxirida. Bu son 10 ga 100% bo'linadi. Shunchaki eslab qolsangiz bo'ladi. Xo'p, hozir siz bilan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qoidalarini ko'rib chiqdik. Endi siz bilan 10 dan katta bo'lgan bir ikkita sonlarni ham bo'linish belgilarini ko'rib ketamiz. Shunchaki ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman. To'g'risi, bu qoidalarning hammasini siz ishlatmaysiz. Misol ishlaguncha bular kerak bo'lmasligi mumkin, lekin bilib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki imtihonga masalan shunaqa savol tushib qolsa, ertaki siz ustoz aytmadi menga deyishingizni xohlamayman. Shunchaki ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman. 10 dan keyin bizada 11 keladi. 11 ga qanaqa sonlar bo'linadi? Shunchaki tavakkal bironta sonni yozib tashlayman. 78219 soni bizga berilgan bo'lsin. Bu 11 ga bo'linadimi, yo'qmi degan savol kelsa, siz 11 ga bo'lib o'tirishingiz shart emas. Nima qilasiz? Mana bu juft o'rinda turganlarni qo'shasiz, 8 plus 1. Va toq o'rinda turganlarni qo'shasiz, 7 plus 2 plus 9. Bu yerda necha chiqdi? 9 chiqdi. Bu yerdachi 18. Va mana shu ikkita sonni ayirmasi, ya'ni minus qilganingiz farqi yo'q o'zi, qaysi birini qaysidan minus qilishni farqi yo'q. Minus qilganingiz, ayirganingiz 11 ga bo'linsa, berilgan son 11 ga bo'linadi. Demak, 18 minus 9 qiladigan bo'lsak, javobda 9. 9 11 ga bo'linadimi? 9 11 ga qolganda qarang. 9 11 ga bo'linmaydi. Demak, bizga berilgan 78219 ham 11 ga nima qilar ekan? Bo'linmas ekan. Xuddi shunaqa qilib topib olasiz. Juft o'rinda turgan sonlarning yig'indisini topasiz, toq o'rinda turgan sonlarning yig'indisini topasiz va ularni ayirmasini topasiz. Ya'ni minus qilasiz. Chiqqan ikkita sonni minus qilasiz. Farqi yo'q, qaysi birini qaysidan qilishingiz. Ko'pchilik juftdan toqni, toqdan juftni deyishi mumkin, o'zi umuman farqi yo'q. Minus qilganingizdan so'ng chiqqan son 11 ga bo'linsa, berilgan son 11 ga bo'linadi.
To'g'risini aytaman, buni eslab qolish shart emas. Endi buncha narsani qilgandan ko'ra 78219 ni men shunchaki 11 ga bo'lib ko'ray deysiz. Lekin buni ham bilib qo'ysangiz zarar qilmaydi. Keyingisi 19. 19. Endi 7 ni qoidasida bilsangiz qanaqadir son berilgan bo'lsa, mana 78219 yana ishlatamiz. Oxirgi raqamini olardik va 2 ga ko'paytirib, qolgan raqamlardan ayirardik. Shunda 7821 bo'lib qoladi. Minus necha? 18. Javobda nima chiqadi? 7803. Endi 7803 agar 7 ga bo'linsa, mana bu berilgan son ham 7 ga bo'linadi. Biz qisqacha 7 ni qoidasini hozir eslab o'tib ketyapmiz. Endi 7803 ni ham siz 7 ga bo'linishini aniq bilmaysiz-ku. Endi nima qilasiz? Endi yana bir marta shu qoidani qo'llaysiz. 780 qilasiz minus 2 ko'paytirilgan 3. Shunda nima chiqadi? 6. 780 minus 6 nima bo'ladi? 774. Endi 774 ni siz aniq bilishingiz mumkin 7 ga bo'linadi yoki yo'qligini. Chunki 770 7 ga bo'linadi, 4 demak bu qoldiq sifatida qolib ketar ekan. Bundan kelib chiqadiki 78219 7 ga bo'linmaydi. Mana birinchi eng oxirgi raqamini olasiz. Hisoblaysiz, qanaqadir son chiqadi va mana shu son 7 ga bo'linish bo'linmasligini bilishingiz uchun mana shu qoidani yana bir marta ishlatasiz. Oxirgi raqamini yana olasiz, mana oxirgi raqamini yana olasiz, 2 ga ko'paytirib ayirasiz. Va hokazo. Toki siz aniq bilmaguningizcha 7 ga bo'linadi yoki yo'qligini bilmaguningizcha. Kattaroq sonlar kelib qolsa, albatta bu amallarni bajarish qiyin bo'lib qoladi. Shunchaki 7 ga bo'lib ham topib olsangiz bo'ladi. Endi 19 ni qoidasi shunaqaki, hozir o'chirib aytaman. 7 ni qoidasida siz ayirgan bo'lsangiz, endi naborot qo'shasiz. Shunda nima kelib chiqadi? 7821 plus 2 ko'paytirilgan 9. Shunda tez hisoblab ketaman. 2 ni 9 ga ko'paytirsak 18, qo'shadigan bo'lsa 7839. Hozir sizga aniq emas bu 19 ga bo'linadimi yo'qmi? Demak, yana bir marta mana shu qoidani ishlatamiz. 783 plus 2 ko'paytirilgan 9. Yana 18, 18 ni 83 ga qo'shadigan bo'lsak nima hosil bo'lib qoladi? 801. 801 ni endi siz yana bilmaysiz, aniq 100% bilmaysiz 19 ga bo'linadimi yo'qmi? Nima qilasiz? 801 ni olasiz, 80 yozasiz, plus 2 ko'paytirasiz 1 ga va 2 kara 1 bu 2, 80 plus 2 82. Endi siz aniq bilasiz 82 19 ga bo'linmasligini. To'g'rimi? 82 19 ga bo'linmaydi. Demak, boshda berilgan son ham 78219 ham 19 ga bo'linmas ekan. Endi buncha amalni bajarguncha shunchaki 78219 ni 19 ga bo'lib hisoblab ko'rsangiz ham bo'ladi. Agar qoladigan bo'lsa oxirida, demak 78219 19 ga bo'linmaydi. Endi hamma bo'linish belgilarini qoidalari ham ideal emas. Endi 2, 3, 4, 5 mana shu qoidalarni eslab qolsangiz, albatta sizga kerak bo'ladi. Mana bundan keyingi mavzuda juda ham kerak. Umuman sonlarni to'p ko'paytiruvchilarga ajratishda, ekoklarni topishda, kasrlarni ishlashda mana shu bo'linish belgilari bizga kerak bo'ladi. Albatta 19 kerak bo'lmaydi. 2, 3, 5, 6 va hokazo 4 qolgan bo'linish belgilari kerak bo'lishi mumkin albatta. Mana bu 19 sizga kerak emas. Shunchaki ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman. Endi 25 ni qoidasini ham ko'rib ketamiz. 25 qanaqa sonlarga bo'linadi? Agar oxirgi ikkita raqami xuddi 4nikiga o'xshaydi. Agar oxirgi ikkita raqami 25 ga bo'linsa, bu son 25 ga bo'linadi. O'zi 25 ga bo'linadigan ikki xonali nechta son bor? 25 bor, 50 bor, 75 bor. Bo'ldi. Yoki 00 bo'lishi mumkin. Mana shu 25, 50, 75, 00 bilan tugaydigan sonlar 25 ga bo'linadi. Deylik 625. Oxirgi ikkita raqami 25 mi? 25 25 ga bo'linadimi? Bo'linadi. Demak 625 ham 25 ga bo'linar ekan. Qoidasi juda ham oson. 4niki bilan bir xil. Oxirgi ikkita raqamiga qaraymiz. Endi oxirgi ikkita raqamini ham o'zi 4 tagina kombinatsiyasi bor. 25, 50, 75 yoki 00. Xo'p, bo'linish belgilarini tushundingiz degan umiddaman. Agar tushunmasangiz yana bir marta ko'rib chiqing. Biz esa keyingi slaydga o'tib ketamiz. Birinchi qoida. Agar A soni n ga bo'linsa, B soni m ga bo'linsa, A ko'paytirilgan B n ko'paytirilgan m ga bo'linadi. Masalan 24. 24 4 ga bo'linadi, to'g'rimi? To'g'ri. Yana 10. 10 5 ga bo'linadi, to'g'rimi? To'g'ri. Demak 24 ni 10 ga ko'paytirganingiz bo'linar ekan
4 ko'paytirilgan 5 ga. Mana bu chiziq, kasr chizig'i bu bo'linmani anglatadi. Mana bu 24 ko'paytirilgan 10 4 ko'paytirilgan 5 ga bo'linadi degani. Endi bu qoidani hali keyinchalik o'zingiz ham tushunib ketasiz. Buni qanaqadir qoida sifatida ko'rish shart emas. Ikkinchisida nima deyilgan? Agar a bilan b sonlarini har biri n ga bo'linsa, demak a plus b ham n ga bo'linadi. Oddiygina 10 5 ga bo'linadimi? Bo'linadi. 15 5 ga bo'linadimi? Bo'linadi. 10 bilan 15 ni qo'shganimiz nechi? 25. Demak 25 ham 5 ga bo'linishi kerak. Bo'linadimi? Bo'linadi. 25 ni 5 ga bo'linishini biz bilamiz ham. Tepadagini ham qisqacha yana aytib o'tib ketay. Agar tushunmaganlar uchun 8 2 ga bo'linadi. Bo'linadi. 10 5 ga bo'linadimi? Bo'linadi. Demak 8 ko'paytirilgan 10 bu nechi? 80. 2 ko'paytirilgan 5 ga bo'linishi kerak. Bu nechi? 10. 80 10 ga bo'linadimi? Ha, bo'linadi. Bu nima? Birinchi qoida, ya'ni tepadagi qoida. Endi 3-qoidani ko'ramiz. A va B sonlardan birortasi n ga bo'linsa, a ko'paytirilgan b ham n ga bo'linadi. Endi bu juda ham tushunarli, oddiygina qoida. Masalan, 5 15 deylik. 15 5 ga bo'linadimi? Ha. Demak 15 ni siz 4 ga ko'paytirsangiz 60 hosil bo'ladi. Mana shu holatda ham 60 baribir 5 ga bo'linadi degani. Shunaqa oddiygina qoidalar. Keyingi slaydga o'tamiz. Ozgina sizlar bilan praktika qilamiz. Hozir o'rgangan qoidalarimizni amalda sinab ko'ramiz. 2 ga bo'linmaydigan sonni toping. 2 ga bo'linmaydigan sonni topishimiz uchun bo'linadiganlarni variantlardan chiqarib tashlashimiz kerak. 2 ga qanaqa sonlar bo'linardi? 2 ga barcha juft sonlari bo'linadi. A variantidagi son bu juftmi, to'qmi? Juft, chunki oxirida 6 turibdi. Juft son, demak 2 ga bo'linadi. Bu bizning javobimiz, chiqarib tashlaymiz. B variant. Oxirida 2 mi? Demak bu juft son 2 ga bo'linadi. Bizga bo'linmaydigani kerak. B ni ham chiqarib olamiz. C ni ham chiqarib olamiz, chunki juft son 2 ga bo'linadi va mana bizning javobimiz D bo'ladi. Chunki oxirida 1 turibdi. Bu to'qson. To'qson 2 ga bo'linmaydi. 5 ga bo'linadigan sonni toping. Keyingi misol. 5 ga bo'linish uchun yoki oxirida 0 bo'lishi kerak yoki 5 bo'lishi kerak. Qaysi variantda bizda 5 yoki 0 bor? C variant. C variantida oxirida 5 bor ekan, demak bu son 5 ga bo'linadi. Keyingisi 7 ga bo'linmaydigan sonni toping. Endi 7 ga bo'linmaydigan sonni boyagi qoida bo'yicha hisoblashimiz kerak. O'sha qoidani sizda esingizda qolishi uchun ham hozir hisoblab beraman. 514 ni 7 ga bo'linmasligini bilishimiz uchun biz 51 qilamiz. Minus 2 ko'paytirilgan 4. Oxirgi raqamni oldikda. 51 minus 8 necha bo'ladi? Javobda 43. 43 7 ga bo'linadimi? Yo'q, bo'linmaydi. Biza nimani topishimiz kerak edi? 7 ga bo'linmaydigan sonni topishimiz kerak edi. Keling, keyingi variantlarni ham shunchaki hisoblab ko'ramiz. 635. 635 ni 7 ga bo'linmasligini bilishimiz uchun 63 minus 2 ko'paytirilgan 5 qilsak yetarli. 63 minus 2 ko'paytirilgan 5 10, ya'ni 53 hosil bo'lar ekan. 53 chiqadi, lekin 53 ham 7 ga bo'linmaydi. 53 7 ga bo'linmaydimi? Demak, 635 ham 7 ga bo'linmas ekan. Bu holatda 514 7 ga bo'linmaydi. 635 ham 7 ga bo'linmaydi. Menimcha 7 ga bo'linmaydigan sonni toping emas, 7 ga bo'linadigan, mana bu joyda xato ketib qolgan. 7 ga bo'linadigan sonni topishimiz kerak. Keling, C variantini ham sinab ko'ramiz. 828 7 ga bo'linadimi, yo'qmi? Topishimiz uchun 82 minus 2 ko'paytirilgan 8 qilishimiz kerak. Shunda 82 minus 16 bo'ladi. 74 66 bo'lar ekan. 66 7 ga bo'linadimi? Yo'q, 7 ga bo'linmaydi. Demak, 828 ham 7 ga bo'linmaydi. Oxirgi variantimiz 546 qoladi. 546 ni sinab ko'radigan bo'lsak, 7 ga bo'linadimi, yo'qmi? 54 minus 2 ko'paytirilgan 6 hisoblaymiz. 54 minus 12 42. 42 7 ga bo'linadimi? Ha, 7 ga bo'linadi. Demak, 546 7 ga bo'linar ekan. Javobimiz D. Keyingi misol, 8 ga bo'linadigan sonni toping. Berilgan son 8 ga bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? Yoki oxirida 3 ta 0 bo'lishi kerak, yoki oxiridagi 3 ta raqam 8 ga bo'linadigan sonni hosil qilishi kerak. Oxirgi 3 ta raqamni tekshirib ko'ramiz. 148 ga bo'linadimi? Shunchaki bo'lib ko'rsangiz ham bo'ladi o'z aslida. Agar tushunmasangiz, 140 ni shunchaki 8 ga bo'ling, nima hosil bo'ladi? Bittadan berasiz. 8
6, 60. Endi baribir qoldiqli chiqar ekan. Demak, A varianti javob emas. 350. 350 ni bo'lasiz 8 ga. Nechtadan? 4 tadan berasiz. 32, 3, 30. Demak, bu ham qoldiqli chiqar ekan. Chunki hozir nechadan bermang, baribir 30 minus masalan 3 dan bersangiz 24, 6 qoldiq qolib ketadi. Shu sabab bu to'g'ri kelmaydi. 3700. 700 ni sinab ko'ramiz. 700 8 ga bo'linadimi, yo'qmi? O'zi hisoblab ko'rsangiz ham baribir 700 bo'linmaydi. Javobimiz D bo'ladi. 152 8 ga bo'lingani uchun 3152 8 ga bo'linadi. Keling shuni bo'lib ko'rsatib beraman. Bittadan olasiz. 8 7 qoladi. 15 minus 8 bu 7. 2 ni tushiramiz. 9 tadan 72 0. Qoldiq yo'q. Demak 152 8 ga bo'linar ekan. Bundan kelib chiqadiki 3152 8 ga bo'linadi. Keyingi misol, n raqamini qanday qiymatlarida, mana bu n o'rniga qanaqadir son qo'yishimiz kerak. Hozir bizda bu qanaqadir son ko'rinishda kelgan. 61340 nimadir? Soni 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. 3 ga bo'linishi uchun nima bo'lishi kerak? 6 plus 1 plus 3 plus 4 plus n yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. Bor sonlarni qo'shadigan bo'lsak 7, 10, 14. 14 plus n. Endi 14 plus n 3 ga bo'linish bo'linmasligini qayerdan bilamiz? n o'rniga birinchi o'rinda 1 ni qo'yadigan bo'lsak, bu 15 bo'ladi. 3 ga bo'linadigan sonlardan eng yaqini 14 ga 15 da. 15 3 ga bo'linadi qoldiqsiz. Demak, n o'rniga 1 qo'ysakkina 15 hosil bo'ladi. Yana n o'rniga boshqa sonlarni ham qo'ysa bo'ladi. Masalan, 15 to'g'ri kelsa, 16 to'g'ri kelmaydi, 17 to'g'ri kelmaydi, 18 3 ga bo'linadi. 18 bo'lishi uchun n o'rniga necha qo'yishimiz kerak? N o'rniga 4 qo'yishimiz kerak. Endi n bu nima? Bu raqam-ku. N o'rniga bemalol 1 dan boshlab 9 gacha raqamlarni qo'ysak bo'ladi. N o'rniga 1 ni qo'ydik, 4 ni qo'ydik. Endi keyingisi necha bo'ladi? 18 dan keyingi son 21. 21 3 ga bo'linishini bilamiz. 14 plus n 21 bo'lishi uchun n o'rniga necha qo'yishimiz kerak? N o'rniga 7 qo'yishimiz kerak. 7 qo'ysak 14 plus 7 21, 21 3 ga bo'linadi. Mana bizda 3 ta javob bor. 1, 4, 7. Endi 21 dan keyingisi bu 24. 24 3 ga bo'linadi. 14 ga nechini qo'shishimiz kerak? 24 hosil qilish uchun n o'rniga 10 qo'yishimiz kerak. Lekin 10 bu raqam emas. Biz 1 dan 9 gacha raqamlarni qo'ya olamiz. N bu qanaqadir raqam. Bitta ifoda qo'ysa bo'ladi xolos bu yerga. Ikkita raqamni tiqishtirib 10 qo'yib bo'lmaydi. Xo'p, tushundingiz degan umiddaman. Davom etamiz. Praktikani keyingi qismi. N raqamini qanday qiymatlarida sonni 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Endi hozirgina buni ishladik. 1 4 7 berilgan son 9 ga bo'linishi uchun yulduzchani o'rniga qanday raqam qo'yilishi kerak? 9 ga bo'linishi uchun yana nima kerak? Raqamlar yig'indisi kerak. Keling qo'shamiz. 2 plus 4 bu 6. 6 plus 6 bu 12. 0 plus 1 plus 3 bu 4 plus 5 bu 9 plus 7 bu 16. 16 plus 9 bu 25. Hamma raqamlarni shunchaki qo'shib chiqdim. 12 bilan 25 ni qo'shadigan bo'lsak 37. 37 bu berilgan raqamlar yig'indisi, yulduzchasiz. Hali yonda yulduzchasi ham bor buni. Demak 37 plus qanaqadir yulduzcha 9 ga bo'linishi uchun yulduzchani o'rniga qanaqa raqam qo'ysak bo'ladi? 9 ga bo'linadigan 37 ga eng yaqin raqam bu 45. Chunki 45 dan oldingisi bu 36. 36 37 ni o'zi orqasida qolib ketgan. Biz manfiy son qo'ya olmaymiz. Manfiy raqam ham qo'yishni iloji yo'q. Faqat raqamlar 1 dan 9 gacha boradi. Xullas, 37 dan keyingi 9 ga bo'linadigan son bu 45. 45 ni hosil qilishimiz uchun yulduzchani o'rniga biz 8 ni qo'yishimiz kerak. 37 plus 8 45 chiqadi va 45 ni 9 ga bo'lsak, shunda qoldiqsiz son chiqadi. Shunda bo'linadi. Berilgan mana bu ifoda bo'linadi o'shanda. Yulduzchani o'rniga demak 8 qo'yganimizda raqamlar yig'indisi 45 bo'ladi va mana shu 45 nimaga? 9 ga bo'linadi. 45 9 ga bo'linadi degani mana bu berilgan son ham 9 ga bo'lindi degani. Mana shu masalani mazmuni shunda.
Endi 8 dan keyingi raqamni qo'yishni iloji yo'q, chunki 8 dan keyingi raqam bu 9, 37 ni 9 ga qo'shadigan bo'lsak, 46, 46 9 ga bo'linmaydi. Quyidagi sonlardan qaysi biri 36 ga qoldiqsiz bo'linmaydi? Mana shunga o'xshash masalalarni darsimizdan oxirigacha ko'rganingizdan so'ng albatta tushunib olasiz. Lekin hozir aytib o'tib ketaman. Masalan, 36 degani bu 4 ko'paytirilgan 9, to'g'rimi? 4 ko'paytirilgan 9. Berilgan son 4 ga ham bo'linsa, 9 ga ham bo'linsa, bir vaqtning o'zida 4 ga ham, 9 ga ham bo'linsa, demak 36 ga ham bo'linadi. Bu qoida bor, o'zaro tub deyiladi. Keyingi slaydlarda ko'rib ketamiz. Bu xuddi 6 ga o'xshaydi. 6 ga bo'linishi uchun 2 ga va 3 ga bo'linishi shart edi, to'g'rimi? Bir vaqtning o'zida. 2 va 3 ga bir vaqtning o'zida bo'lingan son 6 ga ham 100% bo'linar edi. Xuddi shunga o'xshash qoida. 4 ga ham, 9 ga ham bo'linsa berilgan son 36 ga bo'linadi. 4 ga bo'linadigan son qaysi? 2016 4 ga bo'linadi. 3924 4 ga bo'linadi, chunki oxirgi 24. 1782 bu 4 ga bo'linmaydi, chunki 82 4 ga bo'linmaydi. 80 4 ga bo'lsa 20, qolgan 2 qoldi qolib ketadi. Keyingisi 4 ga bo'linadi, 44 4 ga bo'linadi. Endi 9 ga bo'linadiganini hisoblab chiqishimiz kerak. 2 + 0 + 1 + 6 bu 9. 9 9 ga bo'linadimi? Ha, albatta. Demak 2016 4 ga ham bo'linar ekan, 9 ga ham bo'linar ekan. Keyingisini ham hisoblab ketaylik. 3 + 9 bu 12, 12 ga 2 ni qo'shsak 14, 14 ga 4 qo'shsak 18. 18 9 ga bo'linadimi? Ha, 18 9 ga bo'linadi. Demak 3924 ham 4 ga ham bo'linadi, 9 ga ham bo'linadi. 3924 4 ga ham bo'linadi, 9 ga ham bo'linadi. 2016 ham 4 ga ham bo'linadi, 9 ga ham bo'linadi. 8244 ham hozir hisoblab ko'ramiz. 4 ga bo'linadi. Raqamlar yig'indisini topadigan bo'lsak 18 chiqar ekan. 18 9 ga bo'lingani uchun 8244 9 ga ham bo'linadi. Demak, 36 ga qoldiqsiz bo'linmaydigan son bizdan nima so'rashibdi aslida? Bo'linmaydigan sonni so'rashibdi. Bo'linmaydigan son bu S. S demak bizni javobimiz. Keyingi savol: quyidagi ko'paytmalardan qaysi biri 21 ga qoldiqsiz bo'linadi deyilgan ekan. Endi 21 bu nima? 21 bu 3 ko'paytirilgan 7, to'g'rimi? 3 ko'paytirilgan 7 ko'rinishda yozsak bo'ladi. Endi mana shu ko'paytmalarning orasida 3 va 7 lar bo'lsa, bular 21 ga bo'linadi. 11 da 3 ham yo'q, 7 ham yo'q orasida. Lekin 15 ni biz 5 ko'paytirilgan 3 qilib yozsak bo'ladi. 3 bor ekan, lekin baribir 7 yo'qligi uchun bular bo'linmaydi. Bu ko'paytma bo'linmaydi. 14 ko'paytirilgan 30. 14 ni ichida 2 va 7 bor. Ya'ni 14 ni 2 ko'paytirilgan 7 ko'rinishda yozsangiz bo'ladi. 30 ni ichida esa 3 va 10 bor. 3 ko'paytirilgan 10 qilib yozsangiz bo'ladi. 7 ham 3 ham bor ekanmi? Demak, mana shu ko'paytma 21 ga bo'linadi. Ya'ni 3 ko'paytirilgan 7 ga bo'linadi. Qolganlarni tekshirib o'tirish shart emas, baribir 7 bor joyda 3 yo'q, 3 bor joyda 7 yo'q. Shunaqa bo'lib chiqadi. S bilan D bizda javob emas, bizning javobimiz B varianti. Xo'p, bo'linish belgilarini tushundingiz degan umiddaman. Qisqacha qaytarib chiqadigan bo'lsak, 2 ga qanaqa sonlar bo'linadi? Barcha juft sonlar 2 ga bo'linadi. 3 ga bo'linish belgisi. Raqamlar yig'indisini topamiz. 3 ga bo'linsa chiqqan son, berilgan son ham 3 ga bo'linadi. 4. Oxirgi ikkita raqamga qaraymiz. Oxirgi ikkita raqam hosil qilgan son 4 ga bo'linsa, berilgan son ham 4 ga bo'linadi. 5. Oxiri 0 bilan yoki 5 bilan tugasa, bu son 5 ga bo'linadi. 6. 6 ga qanaqa sonlar bo'linishi kerak? 2 va 3 ga bir vaqtning o'zida bo'lingan sonlar 6 ga bo'linadi. 7 nikini shart emas ko'rishimiz. 8. Oxiri 3 ta 0 bilan tugasa yoki oxiridagi 3 ta raqam 8 ga bo'linadigan sonni hosil qilsa, 8 ga bo'linadi. 9. 9 da ham raqamlar yig'indisini hisoblaymiz. Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, berilgan son ham 9 ga bo'linadi. 10. Oxiri hech bo'lmasa bir dona 0 bilan tugasa, bu son 10 ga bo'linadi. Xo'p, davom etamiz. Bugungi darsimizni ekub va ekuk qismiga keldik. Tub ko'paytiruvchilarga ajratishni o'rganishdan boshlaymiz. Umuman ko'paytuvchi nimaligini hozir siz bilan tushunib ketamiz. Tub va murakkab sonlarni biz bilardik nimaligini, to'g'rimi? O'tgan dars o'tganmiz. Tub sonlar ikkita bo'luvchiga ega bo'lgan sonlar. Masalan, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 va hokazo.
ikkita bo'luvchiga ega bo'lgan sonlar, ya'ni o'ziga va birga bo'linadigan sonlar tub sonlar deyilardi. Murakkab sonlar esa ikkitadan ko'p bo'luvchiga ega bo'lgan sonlar. Xo'p, hozirgi mavzuyimizda bizda faqatgina tub sonlar kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki biz tub ko'paytuvchilarga ajratishni o'rganamiz. Ko'paytuvchi bu nima degani? Yozilgan 10, masalan, 10. 10 ni biz 2 ko'paytirilgan 5 ko'rinishida yoza olamiz, to'g'rimi? Demak, 10 ni biz ko'paytuvchilarga ajratdik mana. Yoki 100. 100 ni 10 ko'paytirilgan 10 qilib yozsak bo'ladi yoki 5 ko'paytirilgan 20 qilib yozsak bo'ladi. Mana yana biz ko'paytuvchilarga ajratdik. 10 va 10lar bular ko'paytuvchilar. 5 va 20 ham bular nima? Ko'paytuvchilar. Xohlagancha masalan 480 bo'lishi mumkin. Siz buni 120 ko'paytirilgan 4 yoki 60 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 4, mana 120 ko'paytirilgan 4 ham bular ko'paytuvchilarga ajratdik biz 480 ni. Yoki 60 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 4 ko'rinishida yana ko'paytuvchilarga ajratdik. Mana shular ko'paytuvchilar. Bir-biri bilan ko'paytirilgan holda berilgan sonni hosil qilsa, bular ko'paytuvchilar bo'ladi. O'sha son uchun. Endi tub ko'paytuvchilar nima degani? Mana shu ko'paytuvchilar, ko'paytirilayotgan mana shu sonlar hammasi tub bo'lsagina, bu tub ko'paytiruvchilarga ajraldi degani. Masalan, 100 ni siz yoza olasiz 4 ko'paytirilgan 25 qilib. Bu hali tub ko'paytiruvchilar emas. Bu oddiy ko'paytuvchilar. Bularni men 4 ni yoza olaman. 2 ni kvadrati nimaligini tushuntirib ketganman. 2 ta 2 bir-biriga ko'paytirib 4 ni hosil qiladi. 25 ni ham 5 ni kvadrati ko'rinishida yoza olamiz. Mana shu ko'rinish endi bizda tub ko'paytuvchilarga ajralgan ko'rinish deyiladi. Nimaga? Chunki asoslar tub sonlar 2 va 5. Yana 50 masalan. 50 ni ham 2 ko'paytirilgan 25 ko'rinishida yozsak bo'ladi. 2 bu yerda tub son, lekin 25 chi tub son emas. Buni 2 ko'paytirilgan 25 ni o'rniga 5 ni kvadrati yozsak bo'ladi. 2 tub son, 5 tub son. Endi agar qanaqadir kattaroq sonlar kelib qolsa bizga, masalan 1000 ga yaqin, 2000 ga yaqin sonlar kelib qolsa, bitta-bitta erinmasdan ajratib chiqishga vaqtimiz yo'q. Chunki imtihon, masala ishlash kerak, misol ishlash kerak. Har bir misolga masalan 1,5, 2 minut, balki 3 minut uzog'i to'g'ri kelishi mumkin. Bizga 3 minut, bizga yarim soat ketadi hozir qanaqadir katta sonni ko'paytuvchilarga ajratib chiqishga. Shuning uchun bizda bir qoidamiz bor. Tub ko'paytuvchilarga ajratish qoidasi. Hozir sizlarga shuni tushuntirib beraman. Bizga kerak bo'ladi tub sonlar. Ya'ni eng kichigidan boshlab 2, 3, 5, 7 va hokazo. Deylik berilgan 480 degan son. 480 ni tub ko'paytiruvchilarga ajrating deyilgan. Nima qilamiz? Chiziq tortamiz. Bo'lamiz 2 ga. Necha chiqadi? Ya'ni birinchi tub songa bo'lamiz. 240. 240 yana 2 ga bo'linishini bilamiz. Chunki bu nima? Juft son. Boyagina o'rgandik bo'linish belgilarini. Yana 2 ga bo'lamiz. 120. 120 yana juft son. 2 ga bo'linishini bilamizmi? Yana 2 ga bo'lamiz. 60. 60 ni yana 2 ga bo'lamiz. 30. 30 ni yana 2 ga bo'lamiz. 15. Mana endi 15 2 ga bo'linmaydi. 2 ga bo'linmaydi. Demak, keyingi tub songa o'tamiz. 3 ga bo'lib ko'ramiz. 15 ni 3 ga bo'lsa bo'ladimi? Ha, bo'lsa bo'ladi. Javob necha chiqadi? 5. 5 ni yana 3 ga bo'lib ko'ramiz. Bo'lsa bo'ladimi 3 ga? Yo'q, bo'lmaydi. Demak, keyingi tub songa o'tamiz. 5 ga. 5 ni 5 ga bo'lamiz. Javob 1. Endi 480 teng nechta 2 hosil bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta 2 hosil bo'ldi. Yozaman. 2 ni 5-darajasi. Ko'paytirilgan necha? 3. Ko'paytirilgan necha? 5. Demak 480 teng 2 ni 5-darajasi ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5 ga. Mana biz tub ko'paytuvchilarga ajratdik. O'zi nimaga tub ko'paytuvchilarga ajratish bizga uchun muhim va kerak. Chunki i kub va i kubni topishda bu juda ham katta yordam beradi. Nimaligini esa keyingi slaydda ko'rib ketamiz. Hozir esa yaxshilab tub ko'paytiruvchilarga ajratishni o'rganib olishimiz kerak. Mana sizga bir son, 720 degan son. 720 ni hozir videoni pauzaga qo'ying va o'zingiz tub ko'paytuvchilarga ajratib ko'ring. Pauzaga qo'yib ishlab bo'lganingizdan so'ng men o'zim hozir sizga tushuntirib beraman. 720 ni qanaqa qilib tub ko'paytuvchilarga ajratar edik. Bo'lamiz 2 ga. Yana xuddi shunaqa qilib topib olamiz. 360 2 ga bo'linadi yana.
180. 180 juft son 2 ga bo'linadi, bo'lamiz. 90. 90 ni 2 ga bo'lamiz. 45. 45 mana endi 2 ga bo'linmaydi. Keyingi to'qsonga o'tamiz. 3. 45 ni 3 ga bo'lamiz. Necha chiqadi? 15. 15 yana 3 ga bo'linadimi? Ha, demak 15 ni yana 3 ga bo'lamiz. Necha chiqadi? 5. 5 endi 3 ga bo'linmaydi. Keyingi to'qsonga o'tamiz. 5 ga ya'ni 5 ga bo'lamiz. 1. Necha chiqadi? 720 teng nechta 2 bor? 1, 2, 3, 4. Bular hammasi o'zi ko'paytma ko'rinishida turibdi. 4 2 ko'paytirilgan, ko'paytirilgan 3, ko'paytirilgan 3, ko'paytirilgan 5 qilsak 720 chiqadi. Mana shuni biz salgina soddalashtirib yozamiz. Endi 4 2 ni ko'paytma qilib yozib o'tirmaymiz. Bizda joy unaqa katta emas. Shu sabab nima qilishimiz kerak? 2 ni 4-inchisi qilib yozishimiz kerak. O'zi matematikaning ma'nosi o'sha soddalashtirish, osonlashtirish va qulaylashtirish. Berilgan misolni, berilgan vazifani maksimal soddalashtirish kerak. O'zi aslida matematika erinchoqlarni fani. Sizga va menga o'xshagan erinchoq odamlarni fani. Ko'paytiramiz. Nechta 3 bor? 2 ta. Demak bu 3 ni kvadrati degani. Keyinchi 5 bitta. 5. Mana 720 teng 2 ni 4-inchisi ko'paytirilgan 3 ni kvadrati ko'paytirilgan 5. Video darslikni pauzaga qo'ying va hoziroq 560 va 640 sonlarini tub ko'paytuvchilarga o'zingiz ajratib ko'ring. Biz esa davom etamiz. E kub va e kub. E kub degani bu eng katta, yozaman. Eng katta umumiy bo'luvchi. Bo'luvchi nimaligini bilamiz, to'g'rimi? Bo'luvchilari qanaqa bo'luvchi? O'tgan darsda ham o'tdik buni. Deylik, eng katta umumiy bu nima degani? Masalan, berilgan 12 soni. 12 soni qanaqa bo'luvchilari bor? 1, 2, 3, 4 ga bo'linadi, 6 ga bo'linadi va 12 ga bo'linadi. Nechta bo'luvchisi bor ekan? 6 ta bo'luvchisi bor. Yana berilgan deylik 18 soni. 18 ning nechta bo'luvchisi bor? 1, 2, 3, 6, 9 va 18. Xo'p. Ya'ni 18 ni ham 6 ta bo'luvchisi bor. Endi 12 va 18 ni nechta umumiy bo'luvchisi bor? Ya'ni ikkalasida ham bor bo'lgan bo'luvchilar. Bu 1, 2, 3, 6. Bu nima? Umumiy bo'luvchilar. Umumiy bo'luvchilar nechta ekan? 1 bor, 2 bor, 3 bor, 6 bor. Mana shu 1, 2, 3, 6 ni ichida eng kattasi bizada e kub bo'ladi. Bekorga nomi eng katta umumiy bo'luvchi emas. Demak, bu ikkita sonni bo'luvchilarini orasida eng kattasi bo'ladi. E kub eng katta umumiy bo'luvchi. Endi biz har doim mana shunaqa bo'luvchilarni sanab o'tiramizmi? Masalan, 540 yoki 480, 720 sonlari kelsa, biz har birini bo'luvchilarini yozib chiqib o'tirishga vaqtimiz yo'q. Shu sabab bizda qoida bor. Qanaqa qoida? Hozir ko'rib chiqamiz. Masalan, 120 va 200 sonlari. Shuni e kubini toping deyilgan. 120 va 200 uchun e kubni toping deyilgan. Nima qilamiz? Tub ko'paytuvchilarga ajratamiz birinchi o'rinda. 2 ga bo'lamiz 60, yana 2 ga bo'lamiz 30, yana 2 ga bo'lamiz 15. 15 ni endi 2 ga bo'lib bo'lmaydi, shu sabab 3 ga bo'lamiz. 3, 5, 5 ni 5 ga bo'lamiz 1. Demak, 120 nimaga teng ekan? Nechta 2 bor? 3 ta. 2 ni kubi ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5. 200 ni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. 2 ga bo'lamiz 100, yana 2 ga bo'lamiz 50, yana 2 ga bo'lamiz 25, endi 5 ga bo'lamiz 5, 5, 1. Yozamiz 200 teng nechta 2 bor? 3 ta. 2 ni kubi demak ko'paytirilgan 5 ni kvadrati, chunki 2 ta 5 bor. Mana shunaqa ko'rinishga keltirganimizdan so'ng e kubni topib olamiz. Bu e kubni qoidasi xuddi hozirgidek bo'luvchilarni sanab o'tirmasligimiz uchun kerak. E kub. Nima qilamiz? Umumiy ko'paytuvchilarni topamiz. 2 2 asoslari bir xil bo'lgan 2 2 larni topamiz va darajasi kichigini olamiz. Endi hozir ikkalasida ham 2 ni kubi 2 ni kubi, shu sabab 2 ni kubini o'zini olamiz. Ko'paytirilgan. Umumiy ko'paytuvchi yana bormi? Tepada pastda umumiy. 3 tepada bor, pastda yo'q. 5 tepada bor, pastda bor. Demak, nimasini olamiz? Darajasi kichigini olamiz. 5.
2'nin uchinchisi bu 8. 8 ko'paytirilgan 5 bu 40. Demak, 120 ni ham 200 ni ham ko'pi eng katta umumiy bo'luvchisi bu 40. 40 dan katta son yo'qki, 120 ham 200 ham bir vaqtning o'zida bo'linishi uchun. Masalan, bu xuddi mana bunga o'xshaydi. Mana 18 bilan 12 nimaga bo'linadi? 6 gami? Eng katta 6 ga bo'linadi. 6 dan katta son yo'q. 18 ham 12 ham bir vaqtda bo'linishi uchun. 18 ni o'zi bo'linadigan sonlar bor 6 dan katta. Masalan, 9. 12 ni ham 6 dan katta bo'linadigan sonlar bor. 12 ni o'zi. Lekin ikkalasi bir vaqtda bo'linadigan umumiy soni yo'q. Umumiy bo'luvchisi yo'q. Mana shu 18 va 12 ni umumiy bo'luvchisi bu 6 bo'lgani kabi 120 bilan 200 ni umumiy eng katta umumiy bo'luvchisi ko'pi bu 40. Endi ko'pni topishni ikkita yo'li bor. Biri bo'luvchilarni bitta-bitta sanab chiqish va ichida eng katta umumiysini topish. Ikkinchisi to'p ko'paytuvchilarga ajratamiz. Mana bu ko'rinishga olib kelamiz sonlarni va mana shu ko'rinishdan umumiy ko'paytuvchilarning orasidan darajasi kichigini tanlab olib ko'paytirib topib qo'yamiz. Mana shu ko'p bo'ladi. Hozir men sizga yana bir misolni variant sifatida ko'rsatib beraman. 560 va 640 sonlarini ko'pini toping deyilgan. Ya'ni eng katta umumiy bo'luvchisini toping deyilgan. Shu sonlarni. Nima qilamiz? To'p ko'paytuvchilarga ajratamiz. 2, 280, 2, 140, 2, 70, 2, 35. Endi 35 2 ga bo'linmaydi. Shu sabab 35 ni 3 ga bo'lib ko'ramiz. 35 3 ga ham bo'linmas ekan. 35 ni 5 ga bo'lamiz. 7, 7 ni 7 ga bo'lamiz. Chunki 7 5 ga bo'linmaydi. Javob 1. Yozamiz 560 teng 2 ni 4-darajasi ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 7. 640 ni to'p ko'paytuvchilarga ajratamiz. 2 ga bo'lamiz 320, 2 ga bo'lamiz 160, 2 ga bo'lamiz 80, 2 ga bo'lamiz 40, yana 2 ga bo'lamiz 20, yana 2 ga bo'lamiz 10, 2 ga bo'lamiz 5. Qo'yil. Yana 5 ga bo'lamiz 1. Shunda 640 teng 2 dan nechta bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. 2 ni 7-darajasi ko'paytirilgan 5. Xo'p. Endi 560 va 640 uchun ko'pni topishimiz kerak. Nimaga teng bo'ladi ko'p? Umumiy mana ko'paytuvchini topamiz. Ikkilar bor, umumiy, asoslari bir xil bo'lgani uchun va uni darajasi kichigini, ya'ni 2 ni 4-sini olamiz. Yana umumiy bormi? 5 5 bor ikkalasida ham. O'sha 5 5lardan shunchaki bittasini olamiz. Chunki darajalari bir xil. 2 ni 4-si bu 16 degani. 16 ni 5 ga ko'paytiramiz. Javob 80. Demak, 560 va 640 ni ko'pi eng katta umumiy bo'luvchisi bu 80 ekan. 80 dan katta son yo'qki, 560 ham 640 ham bo'linishi uchun bir vaqtning o'zida. Ya'ni 80 ga 560 ham 640 ham bo'linadi bir vaqtning o'zida. Undan katta son yo'q, ikkalasi ham bo'linadigan. 560 va 640 bir vaqtning o'zida bo'linadigan sonlarning orasida eng kattasi bu 80. Shu sabab ko'p nima deyiladi? Eng katta umumiy bo'luvchi. Hozirroq videoni pauzaga qo'yib, mana shu ikkita son uchun ko'pni topib qo'ying o'zingiz. Biz esa ko'pga o'tib ketamiz. Ko'p bu degani eng kichik umumiy karrali. Keling endi bo'luvchi nimaligini bilar edik, karrali nimaligini tushuntirib beraman. Karrali degani bu bizga berilgan songa bo'linadigan sonlar. Yanada osonroq tushuntiradigan bo'lsam, masalan, bizga 12 soni berilgan. Mana shu 12 ga bo'linadigan sonlarni topishimiz kerak endi. Biza bo'luvchi deganda 12 bo'linadigan sonlarni topardik, to'g'rimi? 1, 2, 3, 4, 6 masalan 12 bo'linadigan sonlarni topardik bo'luvchi deb. Endi karrali deganda mana shu 12 ga bo'linadigan sonlarni topishimiz kerak. Bu 12 bo'ladi, 24 bo'ladi, 36 bo'ladi, 120 bo'ladi, 12000 bo'ladi, 240 bo'ladi. Mana shu sonlar hammasi 12 ga bo'linadi. Endi 18 ga bo'linadigan sonlarni topaylik. 18 ga karrali deyiladi. 18 ga karrali bo'lgan sonlarni toping deyiladi.
Ya'ni 18 ga bo'linadigan sonlar. 18 bo'linadigan emas. Ya'ni 1, 3, 6, 9 emas. Endi 18 ga bo'linishi kerak. 18 bo'linishi kerak emas. Bu 18 ga karrali bo'lgan sonlar bular. 18, 36, 72, 180, 360 va hokazo. Mana shu ikkalasining orasida mana bor bizada nima? Karralilar. 12 ning karralilari va 18 ning karralilari. Mana shu joyda biz eng kichik umumiy karralini topishimiz kerak. Ikkalasida ham bor bo'lgan umumiy karralilar bular qaysi? 36 bor, 36 yoki 72 bor ikkalasida ham, 72, 108 va hokazo. O'shalarning ichida eng kichik umumiy karrali esa bu 36. Demak 36 bu nima bo'lar ekan? Ekok bo'lar ekan. Eng kichik umumiy karrali bo'lar ekan. 18 va 12 uchun. Nimaga eng kichik umumiy karrali topamiz? Chunki eng katta umumiy karralini topishning iloji yo'q. Chunki cheksizlikka qarab ketadi. Karralilar cheksizlikka qarab ketadi. 12 million ham 12 ga bo'linadi. 12 milliard ham 12 ga bo'linadi. Bu yoqdan ham 18 milliard ham 18 ga bo'linadi. Mana shularning orasida cheksizlikka qarab ketadigan karralilar ko'p. Shu sabab eng kichik umumiy karralini topa olamiz xolos. Xo'p, yana qaytaraman. Biz bunaqa qilib yozib o'tirishga vaqtimiz yo'q. Har bitta karralini yozib chiqib, ularning ichida umumiysini topib va ularning ichida eng kichik umumiysini topib chiqishga vaqtimiz yo'q. Shu sabab bizga berilgan qoidalar bor. O'sha qoidalar asosida biz tez-tez topib ketamiz ekokni. Masalan, 180 va 120 sonlari. Bular uchun ekokni topishni bilamiz. Tub ko'paytuvchilarga ajratamiz, ularni yozamiz va ularning ichida umumiy ko'paytuvchilarni olamiz. Umumiy ko'paytuvchilarni ham darajasi kichigini olamiz. Hozir esa ekokni qanaqa topamiz? Yana xuddi shunaqa ssenariy. Tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. Birinchi o'rinda 2 ga bo'lamiz 90. 120 ni 2 ga bo'lamiz 60. Yozib olaman. 180 teng 2 ning nechinchisi kvadrati, 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 5. 120 teng 2 ning uchinchisi ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5. Xo'p, nimani topishimiz kerak? Ekokni, ya'ni eng kichik umumiy karralini. Qanaqa qilib topamiz? Yozamiz ekok teng xuddi shunaqa umumiy ko'paytuvchilarni topamiz. Asoslari bir xil bo'lgan, mana 2 ning kvadrati 2 ning kubi. Lekin endi darajasi kattasini olamiz. 2 ning kubini olamiz. Yana shunaqa 3 ning kvadrati. Darajasi kattasini olamiz. Ko'paytirilgan 3 ning kvadrati. 5 umumiymi? 5 ni olamiz. Bu nima chiqadi? 8 ko'paytirilgan 9 ko'paytirilgan 5. Mana bu joyda 72 chiqdi. 72 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak 360. Demak 360 bu ekok ekan 180 ga va bir vaqtning o'zida 120 ga. 120 va 180 uchun eng kichik umumiy karrali, eng kichik son 180 ga ham 120 ga ham bo'linadigan eng kichik son bu 360 ekan. 360 dan katta bo'lgan sonlar bor albatta. 720, 1080, 1800, 18 million yetagidali va hokazo. Lekin bizga nima kerak? Eng kichik umumiy karralisi kerak. Ekok kerak. Yana bir qoidani aytib o'tib ketaman. Mana bu joyda agar ko'paytirilgan 7 bo'lganda, masalan, ko'paytirilgan 19 lar bo'lganda, biz mana shu 7 bilan 19 larni ham qo'shardik ko'paytiruvga. Bularni ham qo'shib ko'paytirardik. Tushundingizmi? Ya'ni ekokda faqatgina umumiylar olinmaydi. Umumiylarni darajasini kattasini olamiz va undan tashqari qolgan umumiy bo'lmagan sonlarni ham yozib ko'paytiramiz. Hozir shunaqa variant chiqib qolsa, men hozir ko'rsatib ketaman. Keling 560 va 640 sonlari uchun ekok topib ko'ramiz. 560 ni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. Xo'p, 560 va 640 ni tub ko'paytuvchilarga ajratib oldik. Endi siz bilan ekokni topamiz. Ekokni topishda nima qilardik? Umumiy ko'paytuvchilarni olardik va ularni darajasi kattasini olardik. 2 ning 4-chisi va 2 ning 7-chisi tursa, 2 ning 7-chisini olamiz. Ko'paytiruv 5 va 5. Umumiy ko'paytuvchilar bor. Darajasi kattasini topishga hojat yo'q, chunki ikkalasini ham darajasi bir xil, shunchaki 5 ni olamiz. Ko'paytiruv. Endi qarang. Tepada 7 bor, pastda yo'q 7. Mana shu 7 ni ham olamiz. Bittaliklarni ham
olib ishlab qo'yamiz. Teng 2 ning 7-si bu 128. 5 kere 7 bu 35. Endi mana shuni hisoblab qo'ysangiz, hozir ekok chiqadi. Ya'ni eng kichik umumiy karrali 560 ga ham 640 ga ham bo'linadigan eng kichik umumiy karrali. Eng kichik son ikkalasiga ham bo'linadigan. Keling endi tub ko'paytuvchilarga ajratganimizdan foydalanib 560 bilan 640 ni ekobini ham topib qo'yamiz. Ya'ni eng katta umumiy bo'luvchisini ham topib qo'yamiz. Eng katta umumiy bo'luvchi qanaqa topilardi? Yozardik. Umumiy ko'paytuvchilardan darajasi kichigini olamiz. 2/4 ko'paytirilgan 5. Bo'ldi. 7 tepada bor, pastda yo'qmi? Demak 7 olinmaydi. 2/4 bu 16, ko'paytirilgan 5. Javob 80. Boya ham topdik. Ekob bilan ekokni qanaqa topishni tushundingiz degan umiddaman. Endi eng kerakli bo'ladigan qisqacha bir ikkita qoidalarini tushuntirib ketaman. Xo'p, keling ikkita son uchun hozir ekob va ekoklarni topib ko'ramiz. Osonroq, kichikroq son bo'lsa 240 va 320. Mana shu ikkita son uchun ekob va ekokni topamiz. 240 ni 2 ga bo'lamiz 120, bo'lamiz 2 ga 60, 2 30. 320 ni ham tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. 2 ga bo'lamiz. Xo'p, endi yozib olamiz. 240 teng 2 ning 4-darajasi ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5. 320 teng 2 ning nechinchi darajasi bo'ladi? Nechta 2 bor? 1 2 3 4 5 6. 2 ning 6-si ko'paytirilgan 5 ekan. Ekobni topadigan bo'lsak, ekobni topadigan bo'lsak, umumiy ko'paytuvchilardan darajasi kichigini olamiz. Ya'ni 2 ning 4-sini. Ko'paytirilgan 5 bormi? Ko'paytirilgan 5. 2 ning 4-si bu nechi? 16. 16 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak 80. Endi ekok topamiz. Ekokda yana umumiy ko'paytuvchilar faqat darajasi kattasi. 2 ning 6-si ko'paytirilgan umumiy ko'paytuvchilar yana 5. Shunchaki 5 olamiz. Ko'paytirilgan bittalik 3 ni ham olamiz. Bu faqat ekokda hisob qoling. 2 ning 6-si bu 64. 64 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak 320. 320 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 960 chiqar ekan. Mana shu 960 240 ga ham bo'linadi. 320 ga ham bo'linadi. Ikkalasiga ham bo'linadigan eng kichik umumiy karrali. Ikkalasiga ham bir vaqtni o'zida bo'linadigan. Va 240 320 bo'linadigan qanaqa sonlar bor? Eng katta umumiy bo'luvchi bu 80. Xo'p, ekob va ekokni bir xossasi bor. Siz A va B sonlari uchun ekob va ekok topgan bo'lsangiz, A va B sonlari uchun siz ekob va ekok topgan bo'lsangiz, mana shu A bilan B ni ko'paytmasi ekob va ekok ko'paytmasiga teng bo'lishi kerak va shart. Biz hozir masalan 240 va 320 uchun ekob va ekok topdik. Necha chiqdi? 80 chiqdi va 960 chiqdi. Keling, mana shu 240 bilan 320 ni ko'paytiring. Hozir kalkulyatorda shunchaki ko'paytirib ko'ring. 80 bilan 960 ga keyin ko'paytirib ko'ring. Mana shu ikki tomonda chiqqan son bir-biriga teng bo'lsa, siz to'g'ri topgan bo'lasiz ekob bilan ekokni. Berilgan ikkita son uchun siz ekob bilan ekok topgan bo'lsangiz, mana shu xossa har doim o'rinli. Esda tuting. Endi bu nimaga yordam beradi? Qanaqadir katta sonlarda sizga ekob va ekok berilgan bo'lsa va sonlardan biri berilgan bo'lsa, ikkinchisini bemalol topa olasiz. O'zingiz uchun shunchaki kalkulyatorda hisoblab ko'ring, to'g'ri topdikmi yoki yo'qmi bilib olasiz. Biz esa davom etamiz. Ekob va ekoklarni yaxshilab tushunganingizdan so'ng, to'p ko'paytuvchilarga ajratishni yaxshi o'rganganingizdan so'ng, bo'linish belgilarini to'liq yodlaganingizdan so'ng NBS va NBA keladi. Bular nima? Endi ko'pchilik buni bilmaydi yoki esdan chiqarib yuboradi. Boshida baribir matematikani boshida bu qoidalar o'tilgan. Ko'pchilikda o'qishni o'rtasiga kelganda mana shu qoidalar esdan chiqib ketishi mumkin. NBS bu nima? Bu natural bo'luvchilar soni. Nimani natural bo'luvchilari soni? Bo'luvchi o'zi nimaligini bilardik, to'g'rimi? Natural soni qo'shildi, soni qo'shildi. Hozir men sizga aytaman. Masalan, 6 ni nechta bo'luvchisi bor? 1 ga bo'linadi 6, 2 ga bo'linadi,
3 ga bo'linadi va 6 ga bo'linadi. Nechta bo'luvchisi bor ekan? 1, 2, 3, 4. 4 ta. Mana shu NBS. Mana shu NBS. 6 ni NBS'i 4. Ya'ni 6 ni natural bo'luvchilar soni 4 ta. NBY bu nima? NBY bu natural bo'luvchilar yig'indisi. Ya'ni mana shu bo'luvchilarni qo'shsak, 1 plus 2 plus 3 plus 6 ni hozir qo'shadigan bo'lsak, necha chiqadi? 12 chiqar ekan. Demak, 12 bu NBY, natural bo'luvchilar yig'indisi. 6 ni natural bo'luvchilarning yig'indisi bu 12. NBS bu 4. Bu nechtaligi, ya'ni soni. Endi nimaga natural so'zi qo'shilgan? Chunki manfiy bo'luvchilar ham bor-da. 6 ni minus 2 ga ham bo'la olasiz-ku, to'g'rimi? Minus 1 ga ham bo'la olasiz. Minus 3 ga ham bo'la olasiz. Shu sabab faqat musbatlarni oling deb NBY, ya'ni natural bo'luvchilar soni, natural bo'luvchilar yig'indisi deb ketilgan. Undan oldin ham natural sonlar qatnashib kelyapti hozirgi kungacha. Endi agar qanaqadir kattaroq son berilgan bo'lsa, masalan 80 degan son berilgan bo'lsa, buni hamma natural bo'luvchilarni hisoblab yozib chiqishimiz shartmi? Va ularni nechtaligini bitta-bitta sanab chiqishimiz shartmi? Yoki ularni hammasini olib bitta-bitta qo'shib chiqishimiz shartmi? Albatta yo'q. Buni ham o'ziga yarasha osonroq qilingan qoidasi bor. 80 ni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. Ko'rdingizmi, tub ko'paytuvchilarga ajratish juda ham ko'p kerak bo'ladi bizga. Aynan mana shu mavzularda juda ham kerak bo'ladi. Bo'lamiz 2 ga 40, bo'lamiz 2 ga 20, bo'lamiz 2 ga 10, 2, 5, 5, 1. Demak 80 bu nima degani? 80 teng 2 ni 4-inchisi ko'paytirilgan 5. Tub ko'paytuvchilarga ajratdik. NBS ni topish uchun nima qilamiz? NBS teng mana bu ko'paytuvchilarni darajalarida nima turibdi? 2 ni darajasida 4 turibdi, 5 ni darajasida 1 turibdi. Mana shu darajalarni olamiz, har biriga 1 ni qo'shamiz. Mana 4 plus 1. Mana birinchi daraja bu 4, 4 ga 1 ni qo'shamiz, ikkinchi daraja bu 1. 1 ga 1 ni qo'shamiz. Va bularni ko'paytiramiz shunchaki. Mana shunda sizga NBS oson kelib chiqadi. 4 ni 1 ga qo'shsangiz 5, 1 ni 1 ga qo'shsangiz 2. 5 ni 2 ga ko'paytirsangiz 10. Demak, NBS 80 ni NBS'i, 80 ni natural bo'luvchilar soni 10 ta ekan. 80 ni 10 ta bo'luvchisi bor ekan. Natural. Endi 80 da bu bilinmasligi mumkin, lekin sizga hozir 960 degan sonni berishsin. 960 degan sonni siz bitta-bitta bo'luvchilarni sanab chiqa olmaysiz, ulgurmaysiz, vaqtingiz ketib qoladi. Shu sabab 960 ni nima qilish kerak? Tub ko'paytuvchilarga ajratish kerak va mana shu holatida darajalarni olib, har bir darajaga 1 ni qo'shib ko'paytirish kerak. Hozir men sizga buni yana bir marta qilib ko'rsatib beraman. 960 ni bu yerga yozing. Bo'lamiz 2 ga 480, yana bo'lamiz 2 ga 240, yana bo'lamiz 2 ga 120, bo'lamiz 2 ga 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. Yozaman. 960 nimaga teng ekan? 2 ning nechinchi darajasi? 1, 2, 3, 4, 5, 6-chi darajasi. 2 ning 6-chi darajasi. Ko'paytirilgan 3, ko'paytirilgan 5. NBS ni topishimiz kerak. Nima qilamiz NBS topish uchun? Darajalarni olamiz, har birining darajasi. Birinchi mana 6 degan daraja turibdi. Keyin 1, keyin 1. Daraja yozilmadimi? Bu joyda 1 turibdi degani. Har bir darajani olib 1 qo'shamiz. 6 ga 1 ni qo'shamiz. 1 ga 1 ni qo'shamiz va yana 5 ning darajasidagi 1 ga ham 1 ni qo'shamiz. Va har birini ko'paytiramiz. Nima hosil bo'ladi bizda? 6 ni 1 ga qo'shsak 7, 1 ni 1 ga qo'shsak 2, 2. 7 ni 2 ga ko'paytirsak 14, 14 2 ko'paytirsak 28. Demak, 960 ni 28 ta bo'luvchisi bor ekan. NBS, ya'ni natural bo'luvchilar soni 960 ni 28 ta. Har qanday son uchun NBS xuddi shunaqa topiladi. Endi sizga hozir NBY ni topishni o'rgataman. Bu mavzuda hech qanaqa formula yodlab o'tirish shart emas. Shunchaki men ko'rsatganlarimni yaxshilab tushunsangiz yetarli. Men qanaqa ishlagan bo'lsam, siz ham uyga vazifani xuddi shunaqa ishlab chiqing,
100% tushunasiz va esingizda qolib ketadi. NBY natural bo'luvchilar yig'indisi. Qanaqa qilib topamiz? Keling, birinchi 80 uchun topaylik. 80 bu nima? 2 ni 4-si ko'paytirilgan 5 edi. Yozamiz 2 ni 4-si. Darajaga 1 ni qo'shamiz va 1 ni ayiramiz. Kasr chizig'i 2 minus 1. Endi kimda kim kasrlarni bilmasa, tushunmasa, men hozir qo'limdan kelgancha mana shu qoidani tushuntirib ketaman. Agar tushunmasangiz, keyinchalik kasrlar mavzusini o'tganimizdan so'ng yana qaytib kelib video darslikni bitta ko'rib olsangiz, albatta tushunib ketasiz. Endi ozgina matematikada boshlanishida shunaqa bir ikkita mavzularni birma-bir bilish kerak. Ko'paytirilgan 5 darajasi nima? 1 mi? 1 plus 1 darajaga 1 ni qo'shamiz. Har doim darajaga 1 ni qo'shamiz va umumiy mana shu 5 ni darajasi 1 plus 1 dan 1 ni ayiramiz. Umumiy barchasidan. Va kasr chizig'i 5 minus 1. Endi buni hisoblash kerak. 2 ni darajasi 4 plus 1 bu nima bo'ladi? Bu 2 ni 5-si bo'ladi, to'g'rimi? Va minus 1 turibdi. Minus 1. Kasr chizig'i pastda 2 minus 1. 2 minus 1 bu nima degani? 1 degani. Ko'paytirilgan 5 ni darajasida 1 plus 1 turibdimi? Bu nima degani? Bu 5 ni kvadrati degani. Va minus 1. Mahrajda esa kasrni pastki qismi mahraj deyiladi. Kasrni tepa qismi surat deyiladi. 5 minus 1. Bu nima degani? Bu 4 degani. Xo'p, endi ozgina soddalashtiramiz. 2 ni 5-si 32. Men tez hisoblab ketaman. 32 minus 1 bu 31 va 31 bo'lingan 1. Kasr chizig'i bu bo'linmani anglatadi. 31 bo'lingan 1 bu 31. Birdaniga yozib qo'ydim. 5 ni kvadrati bu 25. 25 dan 1 ni ayirsangiz 24. Demak, tepada suratda 24 hosil bo'lib qoldi. Kasr chizig'i bu nima? Bo'lish degani 24 bo'lingan 4 6. Demak, ko'paytirilgan 6. Har bir mana bu kasrlarni alohida hisoblab oldik va ko'paytiramiz. 31 ni 6 ga ko'paytirsangiz javob necha chiqadi? 186 chiqadi. Demak, 80 ni natural bo'luvchilarini yig'indisi NBY'si nimaga teng? 186 ga teng bo'lar ekan. Tushundingizmi? Qoidasini eslab qoling. Hozir men 960 uchun yana bir bor ko'rsatib beraman. Endi 960 ni NBY'sini topamiz. Ya'ni natural bo'luvchilar yig'indisini topamiz. Qanaqa topardik? Birinchi ko'paytuvchini olamiz, 2 ni 6-si. Darajasiga 1 ni qo'shamiz va 1 ni ayiramiz umumiy o'zidan. Kasr chizig'i mahrajda 2 minus 1. Ko'paytirilgan keyingisi 3 ni 1 darajasi. 3 ni 1 darajasi plus 1 darajaga va minus 1 umumiy barchasidan. Va mahrajda 3 minus 1. Ko'paytirilgan 5 ni 1-simi? 5 ni 1-sini yozamiz. Darajasiga 1 ni qo'shamiz va o'zidan 1 ni ayiramiz. Kasr chizig'i 5 minus 1. Tenglik. Mana bu 2 ni 7-si bo'ladi. 2 ni 7-si degani bu 128 degani. Chunki 2 ni 5-si bu 32, 2 ni 6-si 64, 2 ni 7-si 128. 128 minus 1 bu 127. Mahrajda esa 2 minus 1 1 qoladi. 127 bo'lingan 1 shunchaki 127 yozamiz. Ko'paytirilgan 3 ni darajasida 1 plus 1 turibdi. 3 ni kvadrati bu 9. Mana bu 9. 9 minus 1 8. Suratda 8 qoldi. Yaxshilab tushundingizmi? 1 plus 1 bu 2 bo'ladi va bu darajada 3 ni kvadrati bo'lib qoladi. 3 ni kvadrati minus 1 bo'lingan 3 minus 1. 3 minus 1 bu bilamiz 2 bo'ladi. 2 bo'lib ketadi. Va tepada 9 minus 1 necha? 8. 8 ni 2 ga bo'lishimiz kerak, chunki kasr chizig'i bu bo'linmani anglatadi. Xuddi shunaqa tepada 3 ni kvadrati bu 9, 9 minus 1 8, pastda esa 2, 8 bo'lingan 2 bu 4. Ko'paytirilgan 5 ni kvadrati 1 plus 1 bu 2 kvadrat. 5 ni kvadrati 25, 25 minus 1 bu 24. Mana shu 24 ni 5 minus 1 ga bo'lamiz. 5 minus 1 bu nima degani? 4 degani. 24 ni bo'lamiz nimaga ekan? 4 ga. Necha chiqadi? 6. Xo'p, 127 ko'paytirilgan 24 yozib qo'ya qolaman. 4 bilan 6 ni o'rniga.
Mana shu ifodani topsangiz 960 ni bo'luvchilarni, natural bo'luvchilarni yig'indisini topa olasiz. Ya'ni NB'sini topa olasiz. Shunchaki eslab qoling, NBS ni qoidasini va NB ni qoidasini. NBS ni qoidasida, NBS ya'ni natural bo'luvchilar sonini topguncha anchagina oson. Shunchaki tub ko'paytiruvchilarga ajratganingizdan so'ng ko'paytiruvchilarning darajalariga birini qo'shib ko'paytirasiz. Shunchaki darajalarni olasiz, bir qo'shasiz, har biriga ko'paytirasiz. NB'da mana shunaqa ozgina qiyinroq formula ishlatiladi. Xo'p, davom etamiz. Praktika. 480 ni natural bo'luvchilar sonini toping deyilgan ekan. Ya'ni o'sha 480 ni nima deyilgan? NB'sini toping deyilgan. Nima qilamiz? Tub ko'paytiruvchilarga ajratasiz. Tub ko'paytiruvchilarga ajratganingizdan so'ng nima qilasiz? Darajalarni olasiz. 5, 1, 1. Har bir darajaga birini qo'shasiz va ko'paytirasiz. Misol oddiygina. Endi men maydalab hisoblab o'tirmayman, o'zingiz hisoblab topib qo'yasiz. 480 va 600 sonlarni ekubini toping. Ekub topishni ko'rib chiqdik. Ikkalasini ham tub ko'paytiruvchilarga ajratasiz va umumiy bo'luvchilarni darajasi kichigini olib ko'paytirib qo'yasiz. 594 va 778 ni umumiy bo'luvchilari nechta? Endi qarang, siz qanaqadir sonni, masalan, bo'luvchilarini topishni o'rgandingiz. Qarang, NBS ni topishni o'rgandingiz. Bu qaysidir sonni natural bo'luvchilar soni nechtaligi? 480 ni nechta natural bo'luvchisi bor desa, mana shu formula yordamida siz topib qo'ya olasiz. Yoki natural bo'luvchilar yig'indisini topa olasiz. Esingizda bo'lsa, 18 bilan 12 ni umumiy bo'luvchilari haqida gaplashgandik. Bu 1, 2, 3 va 6. Eng katta umumiy bo'luvchisi bu ekub bo'lar edi. Eng katta umumiy bo'luvchisi bu ekub bo'lar edi. Va mana shu umumiy bo'luvchilar nechtaligini siz bilan ko'rib ketganimiz yo'q. Albatta, sal informatsiya ko'proq bo'lib ketdi bu mavzuda, lekin kerak bo'lsa qayta ko'ring. 3-4 marta ko'ring mana shu darslikni, yaxshilab esda qolishi uchun. Mana shunaqa misol kelsa, 594 va 378 ni umumiy bo'luvchilarini sonini top desa, masalan, har birini natural bo'luvchilarini emas, NBS ni emas yoki NB ni emas, boshqa biz hozir o'tganimiz boshqa yangicha narsa so'rashyapti. Umumiy bo'luvchilar nechta? Xuddi mana bu yerda 18 bilan 12 ni umumiy bo'luvchilari nechta edi? 4 ta edi, to'g'rimi? 4 ta. Mana shu haqida gap ketyapti hozir. Buni qanaqa topib olamiz? Birinchi o'rinda 594 va 378 uchun ekub topamiz. Ekub. Va mana shu ikkita son uchun ekub topganingizdan so'ng bu son uchun NBS topishingiz kerak. Ekub uchun NBS topib qo'ysangiz, shuni o'zi yetarli. Keling, men mana shuni hisoblab ishlab beraman. 594 va 378 ning umumiy bo'luvchilari nechta? 594 ni topamiz. Tub ko'paytiruvchilarga ajratamiz birinchi. 2 ga bo'lamiz. Demak, 594 teng bo'lar ekan 2 ko'paytirilgan 3 ni kubiga ko'paytirilgan 11 ga. 378 esa teng bo'lar ekan 2 ko'paytirilgan 3 ni kubiga ko'paytirilgan 7 ga. Bu joyda ekub nimaga teng bo'ladi? Ekub, mana bu berilgan umumiy ko'paytiruvchilarni darajasi kichigini olishimiz kerak. Bu yerda hamma darajalar bir-biriga teng bo'lgani uchun shunchaki 2 ko'paytirilgan 3 ni kubini olamiz. 3 ni kubi bu nima? 27. 27 ni 2 ga ko'paytirsak necha chiqadi? 54. Demak, 54 bu ekub ekan. Ekub 594 va 378 uchun ekub bu 54 ekan. Eng katta umumiy bo'luvchisi. Hop, bizdan nima so'rashyapti? Umumiy bo'luvchilar nechta? Bu eng kattasi. 54 bu eng kattasi umumiy bo'luvchilarni. Bizdan so'rashyapti umumiy bo'luvchilar o'zi aslida nechta? Endi nima qilamiz? Mana shu ikkita son uchun so'rashgan bo'lsa, siz birinchi qadamingiz ekubni topib olish edi va mana shu ekub uchun NBS topishingiz kerak endi. Mana bu 54 uchun NBS topiladi. 54 bo'lingan 2 27 bo'lingan 3 9 3 3 3 1.
Endi aniq edi 54 nimaga tengligi? 2 ko'paytirilgan 3 ni kubi. Ni biz qanaqa qilib topamiz? 2 ning darajasi necha turibdi? 1. 2 ning darajasida 1 turibdi. Demak olamiz 1 plus 1 ko'paytirilgan 3 ning darajasida 3, 3 plus 1. Nima chiqadi? 2 ko'paytirilgan 4 mi? 1 plus 1 bu 2, 3 plus 1 bu 4. 2 ko'paytirilgan 4 bu 8. Demak, 594 va 378 ning umumiy bo'luvchilari nechta deyilgan javob savolga siz A javobini belgilasangiz bo'ladi. 8 ta ekan. Ikkalasining umumiy bo'luvchilari 8 ta ekan. Va ularning ichida eng kattasi, ya'ni E kubi eng katta umumiy bo'luvchisi. Bu 54. Tushundingizmi? Qanaqa qilasiz? Mana shunaqa savol kelsa, birinchi E kub B ni topib olasiz va E kub uchun NBS topib qo'yasiz xolos. Nechta bo'luvchisi bor mana shu E kubni degan savolga o'zingiz javob berib qo'yasiz va sizni savolingizga javob kelib chiqadi. Keyingi misol, ikki sonni ko'paytmasi, ya'ni mana A va B ni ko'paytmasi 192 ga teng. Ularni E kubi 48 ga teng. E kub 48 ga teng. Demak, bu sonlarni E kubini toping. E kubini topishimiz kerak. Bizda shunaqa xossa bor edi. Ikkita son uchun biz E kub bilan E kubni topgan bo'lsak, o'sha sonlarni ko'paytmasi E kub va E kub ko'paytmasiga teng bo'lishi zarur va shart. Bu sonlarni ko'paytmasi nechiga teng ekan? 192 ga. E kub nechiga teng? 48. 48 ko'paytirilgan E kubi. Shunchaki 48 ni chap tomonga o'tkazib yuboramiz. Nima hosil bo'lib qoladi? 192 bo'lingan 48 teng E kub. Shunda E kub nechiga teng bo'ladi? 4 ga. 192 ni 48 ga bo'lsangiz 4 hosil bo'ladi. Javob A. Keyingi misol 270 va 300 sonlari E kubining 4 va 6 sonlari E kubiga nisbatini toping. Nisbat degani bu bo'linma, bo'lish degani. 270 va 300 uchun E kub topasiz. Qanaqadir A son kelib chiqadi. Keyin 4 va 6 uchun E kub topasiz. Qanaqadir B son kelib chiqadi. Va shularni bo'lib qo'ysangiz, shuni o'zi yetarli. Qani hamma mana shu misolni o'zi ishlab guruhga javobini jo'natsin. Xo'p, bizni bo'lsa darsimiz tugadi. Juda ham ko'p informatsiya bo'lib ketdi albatta. Birinchi boshida bo'linish belgilarini o'rgandik, o'tdik, tushunib oldik. Keyin esa tub ko'paytuvchilarga ajratishni o'rgandik. Keyin E kub va E kublarni nimaligini tushunib oldik va o'rgandik. Keyin esa NBS va NBA va yana qanaqadir kichik qoidalarni ham bugun siz bilan o'rgandik. Bu dars anchagina kattaroq dars bo'ladi. Iloji bo'lsa, bu darsni 2 marta yoki 3 marta ko'ring. Qancha ko'p ko'rsangiz, shuncha yaxshiroq xotirangizda qolib ketadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi darslarda ko'rishguncha.